57 yoshimda homiladorman. Men Diloram G'ulomova, 57 yoshdaman. Oso Ismoilovani marafonlarida qatnashib, 85 kilo vaznim bor edi. 71 kilo vaznga tushdim. Allohga shukr. Assalomu alaykum Diloram opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Allohga Tabiat shukr. qo'ynida chiroyli bir kunni boshlab oldingiz. Rahmat. Sizdagi o'zgarishlar juda ham yaxshi bo'pti. Alloh xayrli qilsin. Amin. Hozirgacha juda vaznim katta edi. Bo'yim 156 bo'lib, vaznim 85 kilo edi. Ham qornimdan qiynalardim. Bu joylarim jam unaqa bo'lmasa ham qornim juda katta, qattiq bo'lardi. Ko'rganlar hamma 2 qatmi sizdirdi degan, yo'q, 57 yoshimda 2 qat bo'lishim mumkinmi? Shunchalik ob'yomi katta bo'lgan. Ob'yom juda katta edi-da, odamlar orasiga kirganimda ham uyalardim qornimdan. Oso Ismoilovani 3 kunlik vebinarlarni YouTube'da ko'rib, shundan o'zimga motivatsiya oldim, shunlarga ishondim. Men dedim, shu sog'lig'imni tiklashim kerak. Nuqul mana har doim doktorlarga borib analiz topshirib tahlil qilaman, uzatlar qildiraman deb dorilar yozishadi, hech ham effektini bilmaganman. Bizda ratsionimizda dieta deya olamizmi Diloram opa? Yo'q, bu dietaga kirmaydi. Dietaga o'xshatmayman hech ham. Nega sezmasam, boshida 2 mahal ovqatlanardi o'zi, hozir 1 mahal ovqatlansak ochlik hissini his qilmayman. Qanaqadir Avtofagada qanaqa o'tyapsiz? Avtofagada juda ham yengil bo'laman. Keyin nima deydi? Unaqa toliqish, oshqozonlarimda yazov bo'lsa ham yazovlarim ham og'rimayapti. Yengil yuraman, o'zimni yaxshi his qilaman. Naborat energiya bo'lib ko'p ish qilaman. Hech charchamayapman. Hech ham ikkilanishmasin. Marafonga qatnashsin, sog'likligi joyiga keladi. Men oldin rosa ikkilanardim, mana o'zimda sinab ko'rib, hammasiga amin bo'ldimki, sog'lig'imiz joyiga kelar ekan. Ozishdan ham biri sog'lig'imiz joyiga kelib, har xil ximikatlar ichgandan ko'ra vitaminlar ichib, sog'lom olgan yaxshi ekan. Tavsiya qilaman, hamma qatnashsin. Diloram opa, biza tuzib bergan ratsion menyular oila a'zolaringiz bilan taomlanishda noqulaychilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, hech ham tug'dirayotgani yo'q. Shu nima ovqat qilsam, birga yeymiz. Xo'jayinim ham, salatlar, hamma narsa bilan bitta ovqat qilaman, hammamiz yeymiz. Har hafta avtofagiya qilaman, ratsionlarga amal qilaman, shu ketishni davom etaman. Hurmatli ishtirokchilar, biza marafonimiz jarayonida har haftalikda o'zimizda eng faol ishtirokchilarimizni aniqlab boramiz va o'zimiz ham yutuqli vitaminlarimizni taqdim qilamiz. Mana bu haftada o'tgan Intizom magistri nominatsiyasida g'olibamiz Diloram opa, tabriklaymiz. Kattakon. Rahmat, sog' bo'ling, ilohim. Natijalaringiz bundan ham bardavom bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat.